Salom do'stlar, Duolingo yordamida nemis tili, ingliz tili va o'zbekchasida sharhini o'rganishda davom etamiz va bugun navbatdagi darsimizda hello salom degani hello bo'ladi. Hallo. Hello. And Und bo'ladi. Water, Wasser. Wasser. Tea. Bread, Brot bo'ladi. Tea. Choy degani. Bier, bitte. Bier, bitte deyapti, ya'ni piva, iltimos deyapti. Beer, please. Kafe so'zimizda kafe. Kafe. Wein oder Wasser? Wine Oder Wasser. Vino yoki suv. Wine or water? No. Nein.